Просто viloyatdan kelgan bo'lgani uchun. Qo'yduli panelni degan joy bor. Sudga o'tiradigan qamoqxona. Unga qanaq qo'yardi, qanaq qo'yib, keyin bayram o'tgandan keyin chiqarib olardi. Toshkentga kelish oldin qo'rqinchli bo'lgan nomi ostida ijtimoiy tarmoqlarda bir video tarqaldi. Gap shundaki, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda taksistlik qilayotgan toshkentlik aka bilan suhbatlashgan qizning reaksiyasi ko'pchilikni kuldirdi va hayron qoldirdi. Suhbat davomida aka Toshkent hayoti, odamlari va shahardagi ayrim holatlar haqida gapirib beradi. Qizning esa bu gaplardan keyingi hayron qolgan reaksiyasi internet foydalanuvchilari orasida muhokamaga sabab bo'lmoqda. Ayrimlar Toshkent haqida ko'p narsalarni noto'g'ri eshitib katta bo'lishgan desa, boshqalar esa poytaxtga birinchi marta kelayotgan odamlarda shunday qo'rquv bo'lishi tabiiyligini aytmoqda. Video ostida hazilomuz izohlar ham ko'payib ketgan. Endi Toshkentdan qaytgisi kelmay qoladi. Taksist aka butun ekskursiya qilib beribdi. Toshkent unchalik qo'rqinchli emasligini tushunibdi. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha Toshkent haqida odamlarda ortiqcha stereotiplar bormi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.